Hozir buni uyatsiz joy boshlanadi, men ko'rmayman. Tez bilaman. Menimcha tez bolam chakirroq. Ledoting qaralamingiz. Uyatsizlar o'pishib yotibdi. Ko'rmanglar, ko'zinglarni yuminglar. Hasan televizorni o'chirdi jinni. Buni yuzga kecha ko'rgan kuni endi ta'sir qilyapti. Chiqqan bog'changiz, maktabingiz, urg'aymoqingiz, mahallangizdan hammasini surishtirdim. Kanniz turni to'g'ri, Mercedes to'g'ridan gaplashdim. Ertaga to'y. O ertaga bo'lsa zo'r bo'laydi. Tengi chiqsa tekinga ber degan. Atir-patirlar istaylar, ertaga to'y bo'ladi. Xo'p. O, muncha zo'r. Millatda 2 soatdan beri bitta gap eplab gapira olmaydi. Mayli shu ham yo'q edi, Kubon o'zingni bos. Gapirasizmi? Shu nimaga kelganimni eslolmayapman. Mayli, ungacha sizga o'zimni tanishtirib turaman. Bo'ldi ana. Jindiroqmisan, nima qolsan? Mo'ka qilmaymizmi, Hasan? Voy, yudir bo'ldi, ko'zi kelayapti, ketyapti uyga. Mo'ka qilaylik, shu qilish. Va ketyapti uyga. Yu dedik-ku o'zing. Olma bu yoqqa, qoch. To'y yaxshi o'tdi. Endi bolalarim chimindir. Husan, o'g'lim, kiryay, bo'shashmang. Qo'rqmagin. Qada bo'ldi, hammasi cho'tki. Bo'ldimi? Unda Husanga tushuntirman. O'tirlar ko'rsatib kelinglar, xo'p? Oyada yaxshi o'tiringlar, men bo'ldim, ish ketaman. Voy, vilayda o'zimni tishchamga. Hasan! Bo'ldi, men tushundim. Tayyorman yeysiz. Ichkarida bo'laman. Sohibaxon, ichkarida bo'laman. Voy. Choy ichasizlarmi? Endi tushundim.